Voqea 1948-yilda bo'lgan edi. Villa Blanka shahrida bo'lgan edi. U yerda ikkita bolakay kechasi o'ynab yurishar edi. Charles ularning ota-onalari hech narsadan bexabar edi. Ular mahluq bilan to'qnash kelishini hatto taxmin ham qilib ko'rishmagan edi. Bu vaqtda ular qayerga qo'ng'iroq qilishni bilishar edi. Albatta, SCP fondiga. Hozirgi kunimizda SCP jamg'armasi juda ko'plab mahluqlar va anomaliyalar bilan to'qnash kelishlariga to'g'ri kelyapti. Lekin har doim ham bunday voqealar bo'lavergan emas. SCP jamg'armasi har doim ham bu holatda bo'lmagan. Ular avvallari oddiy, kichik bir tashkilot edi. To hozirgi kunga kelgunga qadar juda ko'p vaqtlar o'tdi. Hikoyaga qaytamiz. Kechasi dahshatli oppoq mavjudot ko'chada zig'ib mahluq hammani o'vlar edi. Yoki doktor Charles taxlit qilgan edik, u SCP-001 prototip edi. SCP-001 darvoza qo'riqchisi haqida hammangiz ko'p narsani bilasiz. Lekin bugungi ma'lumotlar boshqa. SCP-001 prototip haqida bo'ladi. SCP-001 prototip aslida kim degan savollar ko'pchilikni qiziqtiradi, lekin bunga hatto SCP jamg'armasi ham javob bera olmaydi. SCP-001 haqida har qanday ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar olib ketiladi. Uni faqat 5-darajada bo'lgan agentlargina o'rganishi mumkin. 001 juda katta potensial va anomaliy holatlarga ega. Shuning uchun uning hujjatlari har doim maxfiy saqlanadi va SCP-001 darvoza qo'riqchisi bilan solishtiriladi. Holat esa tabiiyki agentlarni gangitadi. Bunday vaziyatda faqatgina bitta hujjat unga tegishli haqiqiy hujjat bo'lishi mumkin. Prototipga tegishli bo'lgan qolgan barcha hujjatlar soxtalashtirilgan yoki noaniq.